Yaxşımısızlar, köpçilik men İlham Camalimning tor darsi o'quvchisi bo'lman. Men 0 seviyada necha oy ichida o'zim gitar chalib naqsh ayta oladigan holatga yetdim. Tor degansam qandoq bo'lar deb ishkilanayotgan bo'lsanglar, xotirjam tizimlatib orzuyinglarga yetinglar. Menmo shu necha oy ichida o'zim yaxshi ko'radigan har xil musiqalarga chalishni o'rgandim. Endi men o'zim yaxshi ko'rib chaladigan amalim qancha degan naqshini chep beray.